Ular ikki kishi edi. Yosh, o'smir yigitlar. Yosh, lekin qalblari agar qalb deyishga arzisa, qabihlikka, yovuzlikka to'liq yigitlar. Ikkalasi ham estrada Al-Vakil guruhining xonandalari Arsen Arutinyan va Danis Sirojovlar. Arsen bu fojianing tashkilotchisi. Danis bilan o'zaro til biriktirishgan edi. O'shanda bahor edi. Ko'klam tarovati bo'y taratar, hayot ham, bahor iforlariga ko'milgan shahar tuni ham g'oyat go'zal edi. May kechasida yoshgina o'g'ilchasi Jasurbek bilan uyiga qaytayotgan Laylo uni allaqachon qo'shni uyining tomidan turib bo'lajak qotillari kuzatib turganidan, keyin esa bexavotir ularga eshik ochganida o'zini, hayoti taqdirini qanday fojia kutayotganidan bexabar edi. O'sha go'zal bahor kechasida u yangi qo'shiq xayoli ila, yangi kuy ishtiyoqi ila band edi balki. Tunda kutilmagan mehmonlarga o'z xonadonining eshigini ochgan Laylo ularni uyining to'riga kuzatib qo'yib, dasturxonga noz-ne'matlarni keltirib, choy damlab kelish uchun ortiga qaytganida, Arsen uning ortidan turib, bo'yniga chilvirni tashlab bug'a boshladi. Kutilmagan bu hujumdan esankirab qolgan Laylo jon holatda chilvirni qo'li bilan tortgandi, uzilib ketdi. Ammo Laylo bu bilan xalos bo'lmadi. Uning har ikkala qo'lidan Arsen ushlab turdi. Danis esa pichog'ini yonidan olib, ojizaning ko'krak qismiga sanchdi. Keyin yana va yana qonli pichog'ini jabrdiydaning ko'krak qismiga qarab uraverdi. Qon favvora bo'lib qotilaverdi. Qotil esa pichoq sanchishni bas qilmadi. Qonga belangan Laylo yerga quladi. Bir paytlar qo'shiq aytib, minglab odamlar olqishini olgan bu xonandaning oq nolasi, dodu faryodi ham tindi. U jon taslim qilgan edi. Qotillar murdaning tepasida ko'p turishmadi. Aksincha, tezroq uning taqinchoqlari va boyliklarini o'marib qochish harakatiga tushdi. Ikkovlon xuddi tanaga tashlangan och bo'rilardek murdadagi qimmatbaho taqinchoqlarga tashlanishdi. Talonchilar murdaning borini talab bo'lishgach, xonama-xona izg'ib, yana boylik izlashga tushdi. Qo'llariga ne ilinsa, barini olishdi. Onasining faryodi qonga belanishini ko'rgan norasida Jasurbek yotoqxonaga qochib kirib olib, shartta o'rindiqqa yotganicha ko'zlarini yumib oldi. Bola bechora o'zimni uyquga solsam, menga tegishmaydi deb o'yladi chog'i. Qotil talonchilar murodiga erishgach, qanday kelishgan bo'lishsa, yana shunday yo'lovchi mashinaga o'tirib g'oyib bo'lishdi. Laylo haqiqatdan ham go'zal edi. Kundalik hayotda ham xoh oddiy, xoh bayram kunlari bo'lsin, ayollarga xos go'zal kiyinishi, go'zal zeb-ziynatlar taqib yurishi, bir so'z bilan aytganda g'oyat malohatli bo'lib yurishni yaxshi ko'rardi. Endigina 24 yoshga kirgan bu go'zal xonanda nihoyatda boy badavlat bir beka kabi taassurot qoldirishi tabiiy edi. Shuning uchun ham badbaxt qotillar Arsen Arutinyan hamda Danis Sirojovlar uning taqinchoqlari va liboslariga hasad bilan boqar,
ularni yulqib olib mo'maygina pulga aylantirishni rejalashtirar edilar. Niyatlariga erishdilar ham. San'atga juda qizim yoshligidan orzusi bor edi. Mehmon kelsa, darrov ashula aytib berardi, o'ynardi. Biz o'shaga juda xursand bo'lardik. Aytardiki, men katta artist bo'laman. Xudo xolasa shu niyati bor edi, shu niyati yetdi. Maktabda 3-klassdan bordi, xoreografik uchilishni tamom qildi. 15 yoshda atlichni, ekstrani ekzaminini topshirib. Undan keyin bahorga o'tdi bolam. Bahorda bir necha oy bo'lgandan keyin professor Sadat Qabulovaga konsertlariga borib, o'shadan ashula olib, birinchi konsertni ordimga yetdim. Bundan keyin Ruslan Sharipov bilan uchrashib konsertga chiqdi. Shunda juda biza borib, men onada chiday olmadim. Xuddi 100 yil artistlik qilganda ashula sahnaga chiqqanday qilib shunday ashula aytib berdi. Yuraklarimiz jim yig'lab bordi xursandchiligimdanki, bolam shunchalik endi o'shatda juda ham ko'p yoshlar edi. Hech kim shuncha chapak chalishmadi. Laylo chiqqandan keyin Layloning bu dunyodagi yagona zuriyodi, dilbandi, jigarbandi Jasurbekka savol bilan murojaat qilganimizda, u katta bo'lsam onamning qotillariga qarshi kurashaman degan so'zlarni aytgandi. Yakka yolg'iz qolib ketdi Majnun tolim, xabar olgil, qiyin holim. Sevgi mening shovullagan teragimdir. Yulduz kuygan, oy yig'lagan kuragimdir. U sevgi haqida, go'zallik, mehr-muhabbat, hayot tiriklik haqida kuylashni yaxshi ko'rardi. Layloning hali hayotdan umidlari katta edi. U jonajon vatanini, xalqini, uning yutuqlarini va dardlarini madh etuvchi ko'plab qo'shiqlarda kuylamoq niyati bor edi. Uning qisqa, lekin g'oyat mazmunli umrida kuylanmagan go'zal qo'shiqlari qoldi. Laylo ruhan, ma'nan o'lmagan. Uning o'tkir va yoqimli ovozi hamon yangrayotir. Xalq orasida uning qo'shiqlari hamon hayot yashamoqda. Go'zallikka, tiriklik va hayotga, yaxshilik va ezgulikka chorlab, ogoh etib yangramoqda. Baribir seni
Laylo Aliyevaning qotillari sud hukmi bilan eng oliy jazoga mahkum etildilar. Hayotdan ko'z yumding guldek chog'ingda. Mehrli yuraklar g'aflatda qoldi. Vahshiylar tig'idan bo'ldi bag'ring qon. Murg'ak o'g'ling faryodi dunyoni tutdi. Jigarlaring qoldi armonli dog'da. O go'zal Layloyim, yosh ketding juda. Mo'jaz san'atingla elga tanilib, mangu barhayotsan qo'shiqlaringda.